24. Oxiri chiqqan. Ha, mashina bor yo'q 22 ming yurgan. Endi men shu joyga bir narsani gapirib o'tib ketaman, o'rtoqlar. Endi balki joizdir, ne joizdir, to'g'rimi? Yangi turibdi. Yangi turibdi. Zapaskalar ishlatilmagan. Mana metan gaz deganingizdek, mana. Buni ko'rsatib qo'ying. Gaz baloni yili 26. Yangi qo'yilgan ekan. Sergeli mashina bozoridan Gentra narxlaridan ko'rsatib o'ting deydigan obunachilar uchun bugun 22-avgust sanasi bilan Toshkent Sergeli mashina bozoriga kelgan biza Rustam akamizda kanallar uchun maxsus videoni olamiz do'stlar. Assalomu alaykum. Rustam aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sumsiz? Rahmat aka, o'zingiz. Birinchi so'rashib olamiz. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, Instagram kuzatuvchilar, boringki barcha soha bo'yicha kuzatuvchi aziz aka-ukalarimiz, aziz yaqinlarimiz. Bugun haftaning shanba kuniga, xudo xolisa 22-avgust kuni obzorimiz Toshkent shahar Sergeli mashina bozoridan bo'ladi. Xo'sh, bu hafta bozorda turgan 3 ta mashinamiz bor. 3 ta bor. Uchalasi ham qora 23, ko'chada ikkita 22 oqimiz bor. Aha. Endi ular keyin haftaga kiradi. Bu hafta tayyor bo'lmadi. Ma'lumotni og'zaki aytib o'tamiz. Ha, ma'lumotni aytib o'tib ketaman video davomida. Kimga qiziq bo'lsa. Xo'sh, birinchi 23imiz endi nima demoqchiman? Hozir bu yoqdan chiqib boshqa joyga boradigan joyimiz ham bor, G'anisher. Shunday aka. Endi men shu joyga bir narsani gapirib o'tib ketaman, o'rtoqlar. Endi balki joizdir, ne joizdir, to'g'rimi? Shunday. Biza yangi ishlarni ham yo'lga qo'ydik G'anisher bilan, xudo xolasa. Shunaqa. Kimga reklama xizmatlari kerak bo'lsa, mashinalarni kanallarimizga qo'yib reklama qilib sotib berish kerak bo'lsa, qilib beraveramiz. 12 ta viloyatga ham biron bir misol ishxona, to'g'rimi? Ishonchli halol joy bo'lsa bo'ldi. Avtosalonmi yoki uy-joymi reklama qilish kerak bo'lsa, polni kanallarimizga qo'yib buni ham qilib beraveramiz. Faqat xalqimizga yoqadigan qilib, chiroyli qilib beramiz o'rtoqlar. Faqat nima deydi, haqqoniy ishlar bo'lsa, to'g'rimi? Dokumentalli, misol uy-joymi, mashinami, to'g'rimi? Bo'lsa qilaveramiz. Shuning uchun reklama xizmatlarimiz ham bor. Mana shu ekrandagi telefonlarga 24/7 aloqadamiz. O'sha 99 925 57 nomer meniki. Promoy chiqaverasizlar o'rtoqlar. Endi nima deymiz, bo'lmasa obzorimizni boshlaymiz. G'anisher boshlaymiz aka. Vaqt ketmasin. Shunday. Ani kuzatadiganlar kutib qolmasin. Shunaqa aka. Xo'sh, mashinamiz 2023 ga 24. Oxiri chiqqan. Ha, mashina bor yo'q 22 ming yurgan. Mashina bir qo'l. Bir qo'l 22 ming probeg. Mana nomerlarni olib qo'ying. O'zini radnoy faralarida turibdi. Qarang, bunga qilingan faqat 4 ta yaxshi balon qo'yilgan. 4 ta yaxshi balon qo'yilgan, kraska holatiga keladigan bo'lsa 100% toza. 100% toza. Qolgan joyi zavod holat turibdi, G'anisher. Misol polek, chixollari yo'q. Yangi qo'yib beramiz bonusiga. Ha. Keling, bitta bagajni ham ko'ramiz. Mana bagajchalarimiz. Zapaskalar tushmagan. O'tgan gal buni bir o'zim Instagram qo'yganimda zapaskasi eski ekan deganlar uchun mana ko'rsatib qo'ying mana. Yangi turibdi. Mana yangi turibdi. Zapaskalar ishlatilmagan. Gaz pas qo'yilmagan. O'tgan video olsam, Rustam aka zapaskasi eski ekan dedilar-da, yuvilmagan edi, shuncha eski ko'ringan. Xo'sh, 23 ga 24, probegimiz 22 ming bo'lgan. Kraska holati toza, qilingan ishlar 4 ta yaxshi balon. Narxiga keladigan bo'lsak $13,600. 13,600 kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Xo'sh, halol nasiyaga $3,000 12 ta viloyat Qoraqalpoqqa ham chiqib ketadi. Bank olamansalar, xohlagan banklardan qilib beraman. Naqdga narxini kelishtirib beramiz. Shunday. Bemalol murojaat qilaversinlar. Keyingi mashinamiz. Endi bozorda hozir ko'rgan bo'lsangiz, ko'p mashinalar sotilmay, joylar to'lib qolgani uchun Shunday. mashinalarni qimmatlatish imkoniyati bo'lmayapti. Keyingi mashinamiz 23-24 bu ham. G'anisher nomerlar bilan olib qo'yasiz. Amerikankalar qo'yilgan Amerikan ko'ptir, original. Original. 4 ta lassa balon. Metan gaz. Ha, buni qarang. Lassa balon, normalniy pul turadi bu ham. Tishlari bilan turibdi. Xo'p, mashina 3 siloyli shumka. Mana metan gaz deganingizdek, mana. Buni ko'rsatib qo'ying. Gaz baloni yili 26. Yangi qo'yilgan ekan-da. 100 talik. Qo'yilgan sana 16-avgust 26-yil yangi o'zim qo'ydirdim 100 talik balon. Ha. Plus buni plus tarafi bu eksportga chiqqan mashina.
Mana Ikkala mayziri bor. ikkala mayziri bor. Bo'lmasa rasxod kamroq bo'ladi. Ha, kam. Ikkala mayzida 1-2-3 litrgacha rasxod kam bo'ladi. Xo'sh. Endi pultimiz 908 908 pultda. 908 pul. CC3 originali. Malibu roll. Malibu bar, Malibu roll. Bagajlarni bosib o'rasiz. Mana yeng gaz balon qo'yildi. Mana metani Mana zapaskalarning o'rni ham qarang, buni ham zapaskalar ishlatilmagan. ideal holatda. Mashinaning holati zo'r. Qancha 23-24 40 ming yurgan. 40 ming. Polni navorot mashina. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak 14,5 so'rab turibmiz, kelishtirib beramiz. 3 ming dollar, 3 ming dollardan 12 ta viloyatga nasiyaga chiqib ketadi. Bank xohlaganlardan qilib beramiz. Xo'sh, yana nima deymiz? Dastlabki xizmatlarimiz bor. Naqdga olsalar 12 ta viloyatga ham dastlab qilib beramiz. Aha. Endi o'tgan gal videoda ham gapirib o'tganimda 23 ta zo'rini minaman deydiganlarga, zo'rini, polni original navorot. Yana shu 215 imiz. 215. Xo'sh, American Copter original. Motorlar ochilmagan mana. Zavod pulonma turibdi. ABS bor. Xo'sh, bu yoq tarafdan keling mana. 4 ta yangi mana Imperial archa balon. Xo'p, 3 suloli shumka, glansviy stoyka. 3 oy tonirovkasi qoldi. Xo'sh, Malibu bar, Malibu roll original. Original. Xo'sh, Climate control, Captiva Broadway. Tayyorgina. Polilariga bir baho bering, polilariga. Yo'g'idan keldi. Normalniy turadigan pul. Buni bilgan biladi, bilmagan bilmaydi. Bismillah. Xo'sh. Buni bagajchalarini ko'rsatamiz mana. Buni ham qarang, zapaskalar ishlatilmagan, mana tushmagan. Polniy shumka. Mashinani holat ideal. 23-24 30.300 bo'lgan, polni original navorot. Narxiga keladigan bo'lsa, narxiga. Xo'sh. 14.400. Kelishtirib berasizmi aka buni ham? Kelishtirib beramiz. 3 ming dollarni 12 ta viloyatga nasiyaga chiqadi. Naqd bank bo'laveradi. 12 ta viloyat Qoraqalpoqqa dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Aloqaga chiqsalar, naqd olaman desalar, zaklab tashlasalar ham, tashlamasalar ham lakas tashlab bersalar, mashina shuni olib boraman. Mana kraska toza, probeg o'zini kirdimmi? Ustiga shuni tekshirtiradilar. Aytganimdek, to'g'risi kelishilgan summani sanaylar. Agar biron bir nuqsoni chiqsa, o't bersalar o't beraman. Gap yo'q. Avolasi chiqmaydi. Chunki bir kunlik uzoq yo'lga borasiz-ku, nuqsonli mashinani nuqsonni olib bormaysiz-ku. Shunday. To'g'rimi? Aybini yetib olib borsangiz, qo'rqmasdan borasiz. Aybini bekitib borsangiz, bu sharmandagarchilik. Xo'p, nima deymiz yana? Endi boya aytganimdek 22larim bor dedim-ku. Ha. 22 bor. Xo'sh. Bittasi 22-53 ming yurgan. American Copter qo'yilgan, 3 suloli shumka qilingan. 4 ta yangi balon qo'yildi, metan gazi bor, pult, video registrator, o'sha CC3 hamma narsasi bor. Malibu bar roli yo'q. Probeg 53 ming bo'lgan, kraska top toza. Endi buni hujjati bitdi, hali bozorga olib kira olmadim. Ertaga dushanba kuni olib kelamiz. Narxini 11.600 so'rab turibmiz. Kelishtirib beramiz yana. Keyingi 22 miz endi u 80 ming yurgan. Endi hozircha hujjat bitgani yo'q. Oqa yo'q. Oq, benzin yurgan mashina. Uni narxini ham kelishtirib beraveramiz. Kimga qiziq bo'lsa, endi buni ham aytib qo'yaman. Aloqaga chiqsanglar o'rtalar qilib beraveramiz. Yana nima deymiz? Har kuni shu yerdasiz. Har kuni ertalab soat 8 dan kechqurun 18:00 mashina bozordamiz. O'rtoqlar, sotiladigan mashinalar bo'lsa, 12 ta viloyatdan ham olaveramiz. Gentra, Cobalt, Malibu, Luboy, J mashinalarini mana shu 18 dan iloj bo'lsa tepasini. To'g'risini aytish kerak. 18 dan tepa mashinalar bo'lsa, J mashina, Luboyni oladi. Tracker 1, 2, Malibu, Cobalt, Luboyni olaveramiz. Bartersalar, barter ham qilamiz. Naqdga olamasa, naqdga ham olaveramiz. Farqi yo'q. Shuni aytib qo'yaverto'lar, generalni bersanglar, qimmatroq olamiz. Oldi sotdi bo'lsa, arzonroq olamiz. Shu tomoni bor. Ha, shu uchun mana shu ekrandagi telefonlarga 24/7 aloqadamiz. Aloqalarga chiqinglar. YouTube kanalida Rustam aka, o'zim kanalim mana G'anashi tabriklasangiz bo'ladi. 10,5 mingta bo'ldik, xudo xolasa. Instagram kanalida Rustam avto kanali, u yoqda ham pashta 13,5 mingta bo'ldik. Shunday. Mana bir hafta 3 kun bo'ldi TikTok ochganimga. U yoqda ham bir 80 ta bo'ldik, xudo. Assalomu alaykum, hoji aka. Sog'lik,
Yaxshi keldingizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Hop, mana, xudo xolasa mana. Men o'tgan gal videolarda ham aytdim, mana xudo xolasa 7-sentyabrda G'anisher ukamning to'yi deb. Nasib bo'lsa, ilohim G'anisher, endi butun dunyo eshitsin buni. Ilohim kelin bilan qo'sha qari, xudo xolasa baxtli bo'lgin ilohim. Ota-onang huzuring ko'rsinlar. Rahmat. Har doim Alloh omadingni bersin. Biza xizmatda bo'laylik, to'g'rimi? Ilohim o'rtoqlar, sizlarga ham taklif qilamiz. Xudo xolasa 7-sentyabr kuni Qarshi shahar Hamron bobo to'yxonasi ekan. Xudo xolasa biz o'sha yerda bo'lamiz ertalabdan. Hammani taklif qilamiz. Xo'sh, hammani xonadoniga tinchlik, xotirjamlik, topgan tutganiga Alloh baraka bersin. Mashina olaman deb niyat qilib yurgan akalarimiz, ukalarimiz ilohim niyatiga yetib mashinalar olishsin. Kanallarga kirib, like, podpiskalarni ayamanglar, bosib tashlanglar. G'anisher ukam kanaliga, mana Hoji akam kanallariga kirib like'larni bosib, kommentariyalarni yozinglar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat aka.